Alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Turmusizlar? Sizlarni olib kelasiz bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan biz Dirimliga Sokka 2026 yilda obunachilar bilan bir vs bir challengening 3-qismi bolalar. Короче, mana obunachi ham qo'shildi. Menda akkaunt yaxshi ekan. Mening akkauntim bolalar bu. Obunachim akkaunti yaxshi. Burada ekran ozgina xiralashib qolganda. Yo'q, yaxshi bo'ldi endi. Do'stlar, obuna bilan like bosib qo'yinglar. Do'stlar, 1 ga ozgina qolgan. 1 bo'lsam bitta full akkaunt konkurs qilmoqchiman. Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Men bilan bir vs birga o'ynash imkonini topasizlar bolalar. Har doim, har kuni birga o'ynayapman. Vaqt topib iloji boricha. Rafael oladi buni. Zarba va gol qilamiz do'stlar. Ajoyib gol bo'ldi. Ajoyib zarba, ajoyib gol. Hisob 1-0. Yaxshi, to'pni oldik. Biroz internet ishlamay qoldi. Anchadan beri dilsiz o'ynamaganim, qo'lim chayib ketibdi bolalar. Internet qotyapti-da. Voy. Yaxshi. Pas o'tmayapti Rudiger. Ikki marta birga bir challenge, bittasida penaltilar seriyasida yutdim, bittasida yutqazib qo'ydim. Yaxshi, bu 3-chisini qanaqa g'alaba qilarmikanman? Haliyam Max Saliba tushyapti, bandek jarohat oldi. O'ltaylashib qo'yamiz. Ya internet qotyapti, dahshat internet qotyapti. Voy, Vinicius. Yo'q, Mbappe ekan. Gol ast oldik. Internet qotdimi deyman. Obunachim chiqib ketmoqda do'stlar. Bu video sizlardan iborat edi. Obuna bilan like bosinglar. 1 ga ozroq qolgan. Barcha chiqib ketsa ham yutqazgan hisob kiradi. Endi keyingi safar yana o'ynasa omad kelsa o'ynaymiz bolalar. Hammalarga rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.